Oddiy makron plastinkasi. Bu siz o'ylaganchalik oddiy emas. U ming yillik tarix, madaniyatlar to'qnashuvi, fan va texnologiyaning mukammal uyg'unligidir. Keling bugun birga sehrli sayohatga chiqamiz. Siz bilan biz bir dona bug'doy donidan boshlab zamonaviy makron fabrikalarigacha yetib boramiz. Ayrim manbalarda makron ilk bor miloddan avvalgi 2000-yillarda Xitoyda paydo bo'lgan deyiladi. 2005-yilda arxeologlar Xitoyning Lajia nomli manzilidan 4000 yillik makronga o'xshash qolip topishadi. Ammo Rim imperiyasida ham bug'doy uni va suvdan xamir tayyorlab, ko'shda quritish an'analari mavjud bo'lgan. Makronni Italiyaga olib kelgan shaxs sifatida ko'pincha Marco Polo tilga olinadi. Ammo ko'plab tarixchilar bunga shubha bilan qaraydi. Italiya janubida, ayniqsa Sitsiliyada arablar orqali bug'doydan quritilgan taomlar ancha ilgari ham mavjud bo'lgan. Demak, makron bu ko'plab madaniyatlar va mehnati va merosi hisoblanadi. Makronni xalq taomiga aylantirgan omillar uni uzoq vaqt saqlanishi, narxining pastligi va tayyorlanishining qulayligidir. 18-asr, 19-asrlarda Neapolda sanoat usulida makron ishlab chiqarish boshlangan. Makronga faqat Italiya emas, boshqa xalqlar ham o'z rangini berdi. Yaponiyada udon va suba, Germaniyada spetzel, Yaqin Sharqda kuskus, O'zbekistonda esa qovurma bilan aralashtirilgan ko'plab taomlar makronni global taomga aylantirdi. Bugungi kunda dunyoda 350 dan ortiq makron shakllari mavjud. Ularning har biri ma'lum sous yoki pishirish uslubiga moslashtirilgan. Masalan, spagetti eng mashhur nozik souslar bilan mukammal uyg'unlashadi. Penne naycha shaklidagi ichiga sous kiradi. Fusilli spiral shakli sousni ushlab qolishga juda ham qulay. Farfalle kamalak va ko'proq dekorativ taomlar uchun ishlatilinadi. Tagliatelle va fettuccine go'shtli va quyuq souslar uchun. Bu xilma-xillik taomlar estetikasini boyitadi. Ularni madaniy belgi darajasiga olib chiqadi. Makron ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iborat. Birinchi bosqich xomashyoni tayyorlash. Makron uchun faqatgina durum bug'doyi, ya'ni qattiq navli bug'doydan olinadigan un ishlatiladi. U yuqori protein va past gluten indeksiga ega. Ikkinchi bosqich xamir tayyorlash. Un va suv, ba'zan tuxum mikserlarda aralashtiriladi. Harorat, namlik darajasi qat'iy nazorat qilinadi. Uchinchi bosqich shakl berish. Xamir ekstruderlar orqali maxsus qoliplardan o'tkazilib, kerakli shaklga keltiriladi. To'rtinchi bosqich quritish. Bu eng muhim bosqich. Quritish harorati 40-90 gradus oralig'ida bo'ladi. Tez yoki noaniq quritish mahsulot sifatiga zarar yetkazadi. Beshinchi bosqich qadoqlash. Avtomatlashtirilgan tizimda makron paketlarga solinadi, ishlab chiqarish sanasi va seriya raqami qo'yiladi. Makron sifatini nazorat qilishda quyidagilar o'lchanadi. Namlik darajasi 12,5% dan oshmasligi kerak. Qaynatilganda saqlanadigan shakl, yorilish, sinish darajasi, rang va hid, optik vositalar, protein va kul miqdori. Ko'p hollarda makron ISO yoki HACCP sertifikatlarga ega bo'lishi shart. Mahsulotlar xavfsiz va barqaror bo'lishi kerak. Makaron glyukozani sekin chiqaruvchi uglevodlar manbai. Ayniqsa jismoniy faol yoki bolalar uchun juda ham qulay. Durum bug'doyidan tayyorlangan makron tarkibida B vitaminlari, temir, rux, selen, tolalar bor. U go'sht, sabzavot, baliq va hatto sut mahsulotlari bilan ham yaxshi uyg'unlashadi. Shuningdek, glutensiz, sabzavotli va proteinli variantlar ham mavjud. Makron endi nafaqat klassik taom, balki sog'lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlariga ham aylanmoqda. Bioaktiv qo'shimchalar bilan boyitilgan 3D printer orqali ishlab chiqarilgan makronlar ekologik qadoqlash va karbon izini kamaytirishga qaratilgan innovatsiyalar. Makron o'tmish, sarguzashti, bugunning zavq